Nimaga bo'lmasa erkaklar aynan kiprik qo'ygan, sochini kraska qilgan, labini cho'chchaytirib chiqargan, o'ziga qarab yurgan erkaklarga ko'proq e'tibor beradi? Iltifotni ham ularga qiladi, xizmatni ham ularga qiladi. Nimaga uyida o'tirgan xotini shunaqa qila olmaydi? Chunki erkak bunga ruxsat bermaydi. Nimaga ruxsat bermaydi bilasizmi? Aynan uning o'sib olishi uchun, rivojlanishi uchun, farzandlari katta bo'lishi uchun bitta shunaqa ayol kerak edi unga. Shuning uchun hamma ishni xotinim qilsin deydi. Xotini bir paytning o'zida ham malika, ham oromgohda unga hissiyot beruvchi mavjudot, ya'ni xilqat deylik, ham bolalarga qarovchi nyanka bo'lish kerak, ham ovqatini pishiradigan oshpaz bo'lish kerak. Erkaklar bu joyda xotinidan foydalanadi. Va har doim tashlab ketmaydigan bitta ayoli bor va har doim qaytib kelsa qabul qiladigan ayoli bor. Ular uchun bu cho'ntakdagi hamyonidek turish kerak bir chekkada.